Bugun biza eng qo'rqinchli rasmlarni olib ko'ramiz. Agar ular mabodo internetda tarqab ketsa, endi juda ham yaxshi, zo'r bo'ladi. Like bosinglar, biz unda videoni boshladik. Biz unda birinchi rasmni olishimiz kerak. Birinchi rasm qo'rqinchli bo'lishi kerak. Bizga endi montaj yordamga keladi. Montajsiz qo'rqinchli chiqarmidi? Mana do'stlar, biz shunday ob-havoda ham mana sovuqda, shamolda mana yomg'irda video qilyapmiz. Shuning uchun like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Biz buni halollik bilan montajsiz qildik. Do'stlar, mana biz birinchi videoni oldik. Hozir hayajon bor mana. Juda qo'rqinchli bo'lmadi, lekin yaxshi rasm chiqdi. Hozir mana bitta atmosferani ko'rsatib yuborgan, shamol, yomg'irlar, mana daraxtlar qimirlayotgani. Shunaqa ob-havoda ham sizlarga videolar like bosinglar. Do'stlar, mana operator bilan biz pana joyga kelib oldik. Mana men panadaman. Tepani ko'rsatib yuborib bitta. Voy, mana yomg'ir yog'yapti. Menga tushga yo'g'uncha mana. Endi ikkinchi rasmni qilishimiz kerak, lekin bechara operatorimiz yomg'irda turib, shuning uchun like bosinglar operator uchun ham. Do'stlar, mana men Realman, operatorimiz Barsa. Kim yutadi desam, Barsa yutadi katta hisobda deyapti. Men Real deyapman. Shunga sizlar aniqlaylar, kommentda qaysi biri uchun yozib ketinglar. Barsachilar like bossin, Realchilar obuna bo'lsin. Boshqa komandalar komment yozsin. Mana shundan bilib olamiz qaysi biri yutar ekan. Unda biz boshladik. Sizlar aniqlaylar, mayli. Mana do'stlar, biz ikkinchi rasmni ham oldik. Shuning uchun ham like bosinglar. Mana biz sizlar bilan kelishdik. Barsachilar like bosyapti, Realchilar obuna bo'lyapti. Shunga biz endi ikkinchi rasmni olganimiz uchun aytamiz. Obunani 2 barobar hisoblaymiz. Chunki obuna bo'lmagan odam ham obuna bo'lishi qiyin. Obuna bo'lgan odam endi like bossa bo'laveradi. Nima deb men tushunmadim-ku. Mayli, unda biz hisoblaymiz unda. Men o'zi asli mana Barsa emasman, operatorimiz Barsa bo'lsa karillayapti, Barsa yutadi deb. Men Liverpool bilan Realman. Shunga men Real yutadi deyapman. O'zimda 3-rasmni qilamiz mana. Mana biz endi 3-rasmni olishimiz kerak. Olamiz ham. Yana montajsiz qilamiz. Do'stlar, mana biz 3-rasmni ham olyapmiz operatordan. Unda mana 3ta rasmni olganimiz uchun sizlar endi motivatsiya qilib like bosinglar. Endi nima ham deyardik? O'sha aytgan gapim, Real Barsachilar kelishinglar kommentda. Xayr.